Xo'p. Qola aytdiki, mana bizani o'sha savolimiz kelyapti. Men guruhga yozuvdim savolni, kanalimga ham tashladim. O'sha masala kelyapti, qaranglar, diqqat qilinglar. لو جاز للحمير أن تختار لها زعيما تدين له بالولاء والإخلاص لما اختارت غير هذا الحمار بديلا. Ana o'sha uslub, o'sha masala bu yerda ko'tarilayotgan masala. Xo'p, bu yerda qaranglar hozir. Birinchi lug'atlar bilan tanib chiqamiz. Xo'p. Ixtaro yaxtaru bilasizlar tanlamoq degani. Jaza joiz bo'lmoq. Zaim degani rahbar degani. Zaim rahbar, boshliq. Tadinu dana yatinu degani itoat qilmoq, bo'ysunmoq degani. Dana yatinu itoat qilmoq, bo'ysunmoq. Bil vala deyapti. Vala degani sadoqat degani. Sadoqat. Bil vala degani sadoqat bilan. Val ixlos, sadoqat va ixlos bilan deyapti. Tushunarlimi? Bil vala val ixlos, sadoqat va ixlos bilan degani. Lama. Lamadagi lam, mana bu lam lavning javobini oldidan yopishib keladigan harf. Tushunarli? Lamul ibtido deydi, ta'kid uchun keladi deydi. Lamul ibtido bu lan ma'nosi. Lav keladi-ku, lav. Lav bu shart harfi, shart. O'sha lavga shartga javob kerak, to'g'rimi? O'sha lavni javobiga ko'pincha yopishadi. Yopishi shart emas, ko'pincha yopishadi. Yopishtirmasa ham bo'ladi o'zasida. Lekin ko'pincha yopish keladi. Tushunarli? O'sha mana bu javob shu yerdan boshlanayotganini bilasizda. Lama deyapti-ku, demak javob ana shu yerdan boshlanyapti. Mana bu yerdagi ma nafiy harf. Nafiy, inkor ma'nosida. Ixtaro tanla degani maqtaro tanlamadi. Lekin buni shartga bog'lab tarjima qilamizda. G'oyro hadal himar bu eshakdan boshqasini badil. Badil degani variant degani, o'rniga. Ya'ni misol uchun aytsamki, ixtartu Zaydan badilan minka. Men Zaydni tanladim seni o'rningga. Variant. Badil degani o'zi o'rinbosar, variant degani. Ya'ni o'rinni bosuvchi, o'rinbosar. G'oyro hazar himar, ya'ni bu eshakdan boshqa buni o'rniga deganida. Buni o'rniga bu eshakdan boshqa degan. Ya'ni variant, boshqa variant. Xo'p, endi lug'atlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, shartni tushuntiraman. Shart, lavjaza, shart, shartiy jumla. Mana bu lamaqtarotgacha shartiy jumla. Jumla shartiyya. Lamaqtarogacha. Lamaqtarodan boshlab javobiy jumla kelyapti. Vallau, lavni boshqa shartiy jumlalardan farqi oldin ham aytganman. Bu o'tgan zamonga shart qo'yadi. Kelasi zamonga emas. Misol uchun, agar Zayd kelsa, men ko'chaga chiqaman. Bu kelasi zamonga shart qo'yadi. Bunda lav ishlatilmaydi. Lav ishlatilmaydi bunda. Agar Zayd kelsa, men ko'chaga chiqaman demoqchi bo'lsangiz, siz inni ishlatishingiz mumkin, izani ishlatishingiz mumkin. Tushunarli? Lavni qachon ishlatasiz? Lavni o'tmishda amalga oshmagan bir ish harakat bo'ladi-ku, bir jarayon amalga oshmagan. O'tmishda bo'lmagan narsa. O'sha bo'lmagan narsani faraz qilasizda. O'sha bo'lmagan ish harakatga farazan o'tmishga qaytib farazan agar o'tmishda farazan mamnaqa bo'lganda edi, mamnaqa bo'lardi deysiz. Ana o'shanda lavda ishlatasiz. Ya'ni o'tmish uchun faraziy shart qo'yishga ishlatiladi. Tushunarlimi? O'tmishga, moziga faraziy shart. Masalan, men aytsamki, agar yaxshi o'qiganingda imtihondan o'tarding desam, bu degani nima degani? Demak, sen yaxshi o'qimagansan, imtihondan o'tmagansan degan. Tushunarlimi? Agar yaxshi o'qiganingda edi, o'tmishda imtihondan o'tarding degani, sen yaxshi o'qimagansan va imtihondan o'tmading. Agar faraz qilamiz, yaxshi o'qiganingda imtihondan o'tar degan. Agar men sizga aytsamki, agar yaxshi o'qisang, kelajakda imtihondan o'tasan. Bu kelajakka shart qo'yadi. Lekin agar yaxshi o'qiganingda edi, bu o'tmishga shart qo'yadi, faraziy shart. Imtihondan o'tarding, afsuski sen dangasalik qilib yaxshi o'qimading. Tushunarli? Xo'p, lavjaza lil hamiri. Hamir eshaklar degan.
agar eshaklarga joiz bo'lganda edi o'tmishda faraz qilamiz. Agar eshaklarga joiz bo'lganda edi, nima joiz bo'lganda edi? Antaftaro laha, o'zlari uchun tanlashlik. O'zlari uchun tanlashlik. Nimani tanlashlik? Zaiman, rahbar. Agar eshaklarga o'zlariga rahbar tayinlash, rahbar tanlab olish joiz bo'lganda edi, deyapti. Endi qarang. Tadinu lahu bil wala'i wal ikhlos deyapti-ku. Mana bu jumla, fe'li jumla. Bu fe'li jumla zaimni sifati bo'ladi. Rahbarni sifati. Tushunli? Nakiradan keyin jumla sifat. Qanaqa rahbar? Tadinu. Qarang, mana bu taxtaroni foili ham, men bilan aytmay ketyapman, hamma tushunadi. Hamirga qaytadi. Lahadagi zamir ham hamirga qaytadi. Nima uchun? Hamir himarni ko'plik, g'oyroqil ko'plik muannas birlikka teng. Taxtaroni foili ham o'sha hamirga, lahadagi zamir ham o'sha hamirga qaytadi. Tadinuni hiyasi ham huwa debba. Hiya. Tadinuni hiyasi ham foili ham o'sha hamirga qaytadi. Tushunali? Allahudagi zamirchi zaimga qaytadi. Tushunali? Ya'ni tadinu lahu, unga itoat qiladigan. Tadinu man? Al-hamir lahu li zaim. Tushunli? Bil wala val ixlos. Ya'ni unga sadoqat va ixlos bilan bo'ysunadigan rahbar deyapti. Tushunli? Rahbarning sifati bu. Unga sadoqat va ixlos bilan itoat qiladigan rahbar. Endi shuni bitta qilib tarjima qilamiz, shart. Agar eshaklarga agar eshaklarga unga sadoqat va ixlos bilan itoat qiladigan, o'zlariga mana lahadan boshlaydi. Agar eshaklar uchun o'zlariga sadoqat va ixlos bilan itoat qiladigan bir rahbar tanlash joiz bo'lganda edi. Agar eshaklar uchun o'zlariga sadoqat o'zlari uchun unga sadoqat va ixlos bilan itoat qiladigan, bo'ysunadigan bir rahbar tanlash joiz bo'lganda edi, deyapti. Nima bo'lardi? Joiz bo'lgan nima bo'lardi? Lamaxtarot tanlamagan bo'lardi. Lamaxtarot tanlamagan bo'lardi. G'oyro hadal himari badilan. Ana shu eshakdan boshqasini o'rinbosar qilib, buni o'rniga degani. Badilan degani buni o'rniga. Ya'ni shu eshakdan boshqasini buni o'rniga rahbar qilib tanlamagan bo'lardi. Tushunli? Hozir bu yerda qarang. G'oyro maf'ul bo'lyapti. Mana ixtaroga. Lamaxtarot g'oyro hazal himar, bu eshakdan boshqasini tanlamagan bo'lardi. Badilan. Badilan nima bo'lyapti? Badilan hol bo'lyapti. Hol. Nasb. Badilan degani, ya'ni uning o'rniga, o'rinbosar qilib, uni o'rniga degan ma'noda. Tushunli? Ya'ni bu eshakni o'rniga boshqa eshakni tanlamagan bo'lardi. Mafhum? Xo'p. Bu degani nima degani? Agar ularga joiz bo'lganda shunaqa qilgan bo'lar degani, ularga joiz emas. Eshaklar o'ziga rahbar tanlab oladi. Eshaklar aql bo'lmasa. Prosta faraz qilyapti. Agar faraz qilamiz, eshaklarga shu o'zlariga bir sodiqlik, bir ixlos bilan itoat qiladigan rahbar tayinlash joiz bo'lganda edi eshaklarga. Ular mana shu eshakdan boshqasini tanlamagan bo'lardi. Nima deysiz? Mana bu o'sha o'zlariga ixlos va sodiqlik bilan xizmat qiladigan rahbar tayinlash joiz bo'lganda dedingiz-ku. Yo'q, xizmat qiladigan demadim. O'zlariga sadoqat emas. Itoat qiladigan. Bu eshaklar o'sha rahbarga itoat qiladi. Tushunli? Tadinu lahu. Bu eshaklar o'zlariga bir rahbar tayinlaydi. O'sha rahbarga sadoqat va ixlos bilan itoat qiladi. Eshaklar itoat qiladi, rahbarga itoat qiladi. Sadoqat va ixlos bilan. Endi o'zlari sadoqat va ixlos bilan itoat qiladigan rahbar tayinlash deb bayon qilamizmi? Rahbar tayinlashlari joiz bo'lganda edi deb. Agar eshaklarga o'zlari uchun unga sadoqat va ixlos bilan
bo'ysunadigan bir rahbar tanlash joiz bo'lganda edi, mana bu eshakdan boshqasini uni o'rniga tanlamagan bo'lardilar deyilyapti. Endi mana shu yerda mana o'sha uslub kelyapti. Bu eshakdan boshqasini tanlamasdi deyapti. Hozir mana shu yerda bu yerda nafyul g'oyr kelyapti. Nafyul g'oyr, ya'ni boshqani inkor qilish. Ikkita narsa bor, qarang. Hunaka usluban isbatu shay va nafyul g'oyr. Ta'lim. Hunaka usluban, ikkita uslub bor. Birinchisi isbatu shay, bir narsani isbot qilish. Bir narsani isbot qilish. Ya'ni, masalan, Zayd keldi, bu isbot. Ha? Men Zaydni yaxshi ko'raman, bu ham isbot. So'zim. Va nafyul g'oyr bor. Boshqasini nafiy qilish, inkor qilish. Isbatu shay va nafyul g'oyr. Ayyuhuma ablagh va aqwa. Qaysi bir isbatu shay, bir narsani isbot qilish. Ya'ni isbot qilish degani shunchaki isbot qilish emas. Bu yerda masalan uchun hozir lamaxtarot g'oyra hazal himari badilan o'rniga nima deyish mumkin edi? Laqtarot hazal himari faqat. Ana shuni o'rniga anaqa desalar ham bo'lardi. Laqtarot hazal himaro hazal himaro faqat deyilsa ham bo'lardi. Mana bu javobda-da. Agar eshaklarga o'ziga rahbar tayinlash mumkin bo'lganda edi, deyapti. Qisqa qilib aytyapman, men aslo sadoqat qo'shib o'tirmayapman, qisqa qilyapman. Agar eshaklarga o'ziga rahbar tayinlash mumkin bo'lganda edi, laqtarot hazal himaro faqat. Laqtarot hazal himaro faqat. Faqat mana shu eshakni tanlagan bo'lardilar desa, bu isbatush shay bo'ladi. Isbatush shay. Bir narsani sobit qilish. Isbatush shay. Laqtarot hazal himar faqat. Ya'ni isbatush shay bil qasr bil faqat, bi kalimat faqat. Ya'ni cheklash bilan bo'lyapti. Shunchaki isbot qilish emas, cheklanyapti faqat kalimasi bilan. Faqat kalimasi bilan cheklov bo'lyapti. Faqat bu cheklovni bildiradi. Faqat shu eshakni tanlagan bo'lardilar. Endi kitobdagi ibora nima? Lamaxtarot g'oyra hazal himar. Bu eshakdan boshqasini tanlamagan bo'lardilar. Bu nafyul g'oyr. Bu eshakdan boshqasi g'oyr. Nafiy qilinyapti. Ya'ni endi qarang, mana ikkalasida ikki xil ma'no kelib chiqadi. Agar eshaklarga eshaklar uchun o'zlariga rahbar tayinlash mumkin bo'lganda edi, faqat mana o'sha eshakni tanlagan bo'lardilar. Bu isbatu shay, faqat mana o'sha eshakni tanlagan bo'lardilar. Endi kitobdagi uslubchi, agar eshaklarga o'zlariga rahbar tayinlash mumkin bo'lganda edi, bu eshakdan boshqasini tanlamagan bo'lardi. Bu nafyul g'oyr. Xo'p, ikkala uslubda qaysi biri kuchli, qaysi biri balog'atli, qaysi biri ta'siri kuchli deyilsa, bu narsa maqomga bog'liq. Aniq, konkret, faqat mana bu doim kuchli bo'ladi bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? U qaysi maqomda, qanaqa vaziyatda, kimga nisbatan aytilishiga bog'liq. Qaysi uslub kuchli? Isbatu shay bil qasr bi kalimat faqat aw nafyul g'oyr bidun al qasr. Qaysi biri kuchli? Shunchaki faqat kalimasi bilan bir narsani isbot qilish kuchlimi yoki boshqasini nafiy qilish kuchlimi? Boshqalarni nafiy qilish kuchlimi deganda, bu narsa maqom hal qiladi, qaysi kuchli ekanligini. Qarang. Agar siz faqat isbatu shaydan foydalansangiz, isbatu shay ya'ni shunchaki isbatu shay emas, isbatu shay bil qasri bi kalimat faqat. Bil qasr deyapman, cheklash bilan. Bir narsani isbot qilish cheklash bilan, bil qasr. Bi kalimat faqat, faqat kalimasi bilan cheklash orqali, ya'ni faqat kalimasi bilan cheklash orqali bir narsani isbot qilish. Isbatu shay bil qasr bi kalimat faqat. Bu narsa qaysi maqomda kuchli bo'ladi? Bu narsa qarang. Bunda hozir mana shu ikkalasini men mamnun qilib yozsam bo'lar ekanda.
hozir eshak ma'nosida emas, umumiy ma'nosida. Boyagi o'sha o'zim savolimdagi nimani keltiraman. Qarang, demak, axtaruka faqat qachon bu uslubni ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi? Qarang, bu uslubda axtaruka faqat deganda mani fokusim faqat sizga qaratilinyapti. Boshqa variantlarga mani xayolim ketmayapti. Tushunarlimi? Axtaruka faqat deganda. Go'yoki bunday bo'lyapti, qarang. Axtaruka faqat deganda man faqat seni tanlayman degan. Manda ixtiyor degan, tanlov degan narsa bor edi. Mani tanlovim to'g'ridan to'g'ri sizga yo'naldi, sizga tushdi. Ehtimol sizda atrofingizda boshqa variantlar ham bordir, lekin men boshqa variantlarga yo'nalganim yo'q. Tushunyapsizmi? Axtaruka faqat deganda mani ixtiyorim sanga yo'naldi boshidanoq. Men ehtimol sizdan boshqa variant ham bordir, lekin u variantlarga mani ixtiyorim yo'nalib ko'rgani yo'q. Qani bularga to'g'ri keladimi deb umuman variantlar haqida bu yerda meni kallamda narsa yo'q. Men variantlarni umuman e'tiborga olganim yo'q. Variantda bor, boshqa variant ham bordir degan narsani e'tiborga olganim yo'q. Meni ixtiyorim shunday sizga tushdi va o'sha yerda to'xtadi degan. Tamom. Meni tanlovim sizga tushdi va shu yerda to'xtadi. Tamom. Bu gap qachon aytilsa yaxshi ta'sir qiladi. Bu masalan o'zingizda o'sha odamga bo'lgan yaxshi his-tuyg'ularingizni izhor qilishda. Izhor qilish. Shunchaki izhor qilmoqchisiz. O'zingizda yaxshi his-tuyg'ungizni u kishiga izhor qilmoqchisiz. Bu muhabbat bo'lishi mumkin, sadoqat bo'lishi mumkin, do'stlik bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Izhor qilish. O'zingizda o'sha sadoqatingizni, do'stligingizni yoki muhabbatingizni izhor qilish. Mana shu maqomda shunaqa maqom bo'lsa va u haligi odamni kallasida misol uchun gumon yo'q. Misol uchun sizni muxotobingizda kallasida agar gumon bo'lsa, gumon, ya'ni mendan boshqa variantlar ham bor-ku, ularni tanlab qo'yarmikin degan gumon yoki qanaqadir shak bo'lmagan paytda aytsangiz ta'sir kuchli bo'ladi. Tushunasizmi? Umuman o'ylab o'tirganim yo'q boshqa variantlarni. Va siz aytasiz, tamom, meni ixtiyorim senga tushdi, tamom, sen to'xta shu yerda. Endi la axtaru g'oyrokchi, la axtaru g'oyrok. Sendan boshqasini tanlamayman. Bu qachon aytilsa ta'sir kuchli bo'ladi? Qachoniki sizni muxotobingizni zehnida shak bor, shak. Qanaqa shak? Mendan boshqa variantlar ham bor-ku, balki o'shani tanlab qo'yar bu deb xavf bo'lsa, xavf. Yoki shak bo'lsa, uni kallasida shak, shunaqa shubha bor. Mendan boshqa variantlar ham bor, balki ularni tanlab qo'yar bu. Ularni tanlab qo'ysa nima qilaman degan xavotirda turgan paytda aytsangiz ta'sir kuchli bo'ladi, bu baligh bo'ladi. Tushunarlimi? Nima uchun baligh bo'ladi? Chunki qarang, la axtaru g'oyroka degani sendan boshqasini tanlamayman. Bu yerda fokus kimga qaratilyapti? Fokus sizdan boshqa variantlarga qaratilyapti. Tushunarlimi? Sizdan boshqa variantlarga qaratilib, barcha variantlar inkor qilinyapti. Bu qachon ishlatilinishi kerak? Muxotobda shak bo'lganda ishlatilinishi kerak. Muxotobda shak bor, boshqa variantlar ham bor-ku, ularga ketib qolmaydimi degan shak bor. O'sha paytda ishlatsangiz kuchli ta'sir qiladi. O'sha maqomda bu ablag' bo'ladi. Aqvo bo'ladi o'sha maqomda. Tushunarlimi? Ya'ni la axtar g'oyrok degani meni ixtiyorim sendan boshqa variantlarni barchasiga yo'nalmoqchi bo'ldi. Meni ixtiyorim sendan boshqa barcha variantlarga bir yo'nalmoqchi bo'ldi. Lekin ularning birontasi ixtiyorga ahil emas ekan degan ma'no bor. Tushunyapsizmi? Meni ixtiyorim, meni tanlovim sendan boshqa variantlarga yo'nalmoqchi bo'ldi. Lekin ular munosib emas ekan ixtiyor qilishlikka. Mana bu narsa haligi muxotobga tasalli beradi. Tushunyapsizmi? Go'yoki siz unga sadoqatingizni izhor qilayotganday bo'lasiz. U unga xotirjamlik beradi. Muxotobga bu xotirjamlik beradi. Tushunarli? Lekin bu yerda bitta nozik masala bor-da. Mayli, buni hamma ehtimol shunaqa deb o'ylagandi. Lekin bu yerdagi nozik masala nimada? Nozik masala shundaki, axtaruka faqat degani ting la axtaru g'oyrok degani-ku aslida.
La axtaru g'oyrok degani. Axtaruka faqat seni tanlayman deganimi degani? Sendan boshqasini tanlayman degani. Sendan boshqasini tanlamayman nima degani? Faqat seni tanlayman degani. Axtaruka faqat degani. Axtaruka faqat degani. Ya'ni axtaruka faqat degani la axtaru g'oyrok degani. La axtaru g'oyrok degani axtaruka faqat degani. Demak, ikkalasida ham ikki xil, ikkala ma'no ham bor ekan-ku degan savol tug'iladi-da. To'g'rimi? Ikkalasidan ham ikki xil ma'noni tushunamiz. Ya'ni faqat seni tanlayman degani, sendan boshqa variantlarni inkor qilaman degani. Sendan boshqa variantlarni inkor qilaman, tanlayman degani, faqat seni tanlayman degani. Ikkalasida ham ikkita ma'no bor. Ikkala ma'no ikkalasida ham bor. Ikkalasida ham ikkala ma'no bor. Lekin bu yerdagi nozik jihat shundaki, birinchi bo'lib kalomdan tushuniladigan ma'no birinchi ta'sir qiladi. Tushunarlimi? Birinchi zarba deydi-ku, birinchi zarba. Misol uchun, axtaruka faqat deganda birinchi tushuniladigan ma'no faqat seni tanlayman degan ma'no. Lekin bundan keyin buni natijasida yana bitta boshqa ma'no tushuniladi. Faqat seni tanlayman degan ma'no tushunadi birinchi muxotob. Keyin o'sha ma'nodan tushunib oladi o'zi. Ha, demak mendan boshqalarni tanlamas ekan. Bu ikkilamchi ma'no bo'lyapti. Tushunarlimi? Birinchi tushunilgan ma'no emas, ikkinchi tushunilgan ma'no bo'lyapti. Lekin la axtaru g'oyrok deganda birinchi zehnga keladigan ma'no nima? Boshqalarni tanlamayman, boshqalarni inkor qilaman. Birinchi tushunadigan ma'no. Bundan keyin ikkilamchi, buni natijasida tushunadigan ma'no faqat seni tanlayman. Ko'ryapsizmi? O'zi asli ikkalasida ham ikki xil ma'no bor. Faqat birinchisi qaysi? O'sha muhim. Birinchi zarba kuchli ta'sir qiladi deydi-ku. Birinchi zarba, birinchi udar, birinchi quloqqa kirgan so'z, birinchi qalbga kirgan ma'no. O'sha muhim. Tushunarlimi? Maqomda. To'g'ri, bundan buni tushunish mumkin, bundan buni tushunish mumkin, lekin birinchi qaysi kiradi qalbga? O'sha muhim. Va qaysi maqomda qaysi afzal? Maqomga bog'liq demak. Tushunarlimi? Izhorul hub, izhorul mahabba, izhorul masalan qandaydir yaxshi narsalarni izhor qilish. O'zingizda nimangizda ichizdagi nimani izhor qilish uchun haligi nimani muxotobni qalbida hech qanaqa shak yo'q, qalbida uni hech qanaqa gumon yo'q, mendan boshqasini tanlaydigan. Ana shunaqa vaziyatda axtaruka faqat, ya'ni isbatu shay bil qasri bi faqat uslubini ishlatish to'g'ri. Lekin u xavotirda, sizning muxotobingiz xavotirda, gumon, hech bo'lmasa gumon qilyapti. Mendan boshqasi ham bor-ku degan gumoni bor. Ana shu variantda nafyul g'oyr uslubi kuchli bo'ladi. Lekin qarang, bu narsa hozir mana ixtiyor lafzida shunaqa bo'lyapti-da. Lekin agar men lafzda moddasini o'zgartirsam, yana o'zgaradi holat. Misol uchun hozir bu tanlov ma'nosida ketyapti-da. Gap nimada aylanyapti? Tanlov degan masalada aylanyapti. Lekin boshqa mavzular ham bor. Faqat axtaruka faqat demaysiz siz. Isbatu shay bil qasr bi kalimat faqat bu bitta formula bu. Bu formulaga misol uchun akulu haza faqat deysiz mumkin. Men buni faqat shuni yeyman. Bu boshqa masala endi. Yoki masal adribuka faqat. Men faqat seni uraman. Adribuka faqat. La adribu g'oyrok. Endi bu boshqa masala bu. Chunki bu yerda urush masalasi haqida gap ketyapti. Endi adribuka faqat, men faqat seni uraman. La adribu g'oyrok, sendan boshqasini urmayman. Bu yerda endi boshqacha maqom bo'ladi. Siz o'sha muxotobingizni qalbiga axtaruka faqatda endi izharul mahabba bo'ldi. Endi adribuka faqatdachi? Tahdid. Adribuka faqat, men faqat seni uraman. Ya'ni meni urishligim faqat senga tushadi va to'xtaydi, tamom. Men boshqalarga qarab o'tirmayman. Men faqat meni ko'zim faqat seni ko'radi. Meni urishligim faqat senga yo'naladi. Bu yerda tahdid kuchli bu yerda. Tahdid kuchli. Ta'lim? La adribu g'oyrokdachi? Tahdidni nimasi kam? Tahdid kam. La adribu g'oyrokda tahdid kamroq. Agar siz tahdidni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz muxotobga, adribuka faqat deyishingiz kerak. Nima uchun? Chunki uni qalbiga kiradigan birinchi ma'no faqat meni urar ekan degan ma'no bo'ladi. Boshqalar variantlarni o'ylab o'tirmaydi umuman. Tahdidni kuchaytirish, tahdid kuchli bo'ladi bunda. Lekin la adribu g'oyrokda tahdid kuchli emas.
Tahdid kuchli emas. Bunda o'sha sendan boshqa variantlar ham bor edi. Ha? Man o'shalarga uramanmi deb qaradim, lekin ular urushlikka loyiq emas ekan. Man ularga uramanmi deb yuzlandim, lekin ular urushlikka loyiq emas ekan. Bu degan san loyiqsan degan. Lekin qarang, la adribu g'oyrokda mani urushligim boshqalarga yo'nalmoqchi bo'ldi, lekin ular urushlikka loyiq emas ekan, o'shaning uchun oxiri sanga to'xtadi. Bu yerda tahdid kechikib kelyapti. Tushunyapsizmi? Tahdid kechiktirish bu. Tahdid kechikib kelyapti-da. Men boshqalarga yo'naldim, uraman deb, bunisini urayman, yo'naldim, topolmadim. Loyiq urushlikka loyiq odam topolmadim. Oxiri sen keldim. Tahdid ma'nosi sal kechikyapti. Haligi adribuka faqat, tamom, tahdid bu birdan yurakka uriladi, zarba bo'ladi. Qalbga qo'rquv tushadi birdan. Adribuka faqat san uraman. Ma'ni urishligim faqat senga yo'naldi, bo'ldi. Men boshqa variantga qarab o'tirganim yo'qman. Variantlarga umuman qarab ham o'tirganim yo'q. Ma'ni urishligim faqat senga yo'naldi. Tushundingmi? Demak, moddani o'zgartirsak, yana o'zgarib ketaveradi. Faqat ixtiyor masalasida izhorul mahabba bo'ldi, lekin tahdid bo'lishi mumkin ba'zan, dorb masalasida misol uchun. Tushundingmi? Xo'p, endi bizani maqomimiz, mana bu hikoyamiz lamaxtarot g'ayra hadal hamiri badilan. Bu yerda nima uchun bu uslubni ishlatyapti? Bu yerda nima? Bu yerda muhabbatni izhor qilish emas, eshakka bo'lgan. Qarangda, bu yerda qanaqa maqom bo'lyapti? Nima uchun muallif bu uslubni tanladi? Nafyul g'oyr uslubini tanladi. Chunki bu yerda tepada nima dedilar? Tepada sulton nima dedi? Sulton manga bir eshakni hadya qildilar, deyapti. Men o'zim ko'rgan eshaklarda bunga o'xshashini ko'rmaganman. Demak, solishtirish bo'ldi tepada, solishtirish bo'ldi, taqqoslash bo'ldi tepada. Mana shu eshak bilan boshqa eshaklarni taqqoslashni aytdi, taqqoslaganini aytdi. Sulton taqqoslaganini aytdi. To'g'rimi? Endi Juha sultonni bu gapidan ajablanyapti, to'g'rimi? Hozir Juhani kallasida nima uchun sulton bu eshakka bunchalar ehtimol ko'rsatyapti, nima boshqa eshak qurib ketganmikin degan gumon Juhoni kallasida bor, tushunyapsizlarmi? Juho hayratlanyapti. Kusto hayratda deydi-ku, Juho hayratda. Nimaga bu eshakda qanaqa sifat ko'ribdi ekan bu? Uncha bu eshakni mana maqom katta deyapti sulton degan. Nima boshqa eshaklarchi degan variant bor Juhoni kallasida. Tushunyapsizmi? Endi sulton nima deyapti? O'sha Juhoni kallasida variantlar borku, boshqa eshaklarchi, nima bu eshak faqat shohibon bu eshakda. Deganda lamaxtarot nafyul g'oyr uslubidan foydalanyapti. lamaxtarot law jaza lil hamiri an taxtara laha za'iman tadinu lahu bil wala wal ikhlas lamaxtarot g'ayra hazal hamiri badilan. Bu eshakdan boshqa variantlar arzimaydi, yaroqsiz, deyapti. Ya'ni Juhoni kallasidagi shakni yanchib tashlayapti. Juhoni kallasida shak bor. Boshqa eshaklarchi, nima ana shu eshak? Yo'q, yaramaydi, birontasi loyiq emas. Bu eshakdan boshqa eshakni tanlamasdi agar eshaklar o'zlariga rahbar saylaganda. Chunki bu eshak g'ayritabiiy eshak, kallasi urushlaydigan eshak, unday eshak, bunday eshak, xullas eshakning maqomini ko'taryapti. Boshqa variantlarni atkaz qilyapti. Tushunarlimi? Mafhum?